Ya'ni Suriya mamlakatiga jihodga borishlik masalasida so'ralyapti bu yerda. Bu ya'ni nima haqida nima deysiz debdi. Biz u to'g'risida gapirishlikka haqqli odam emasmiz o'zi asli. Bu masalalar to'g'risida faqatgina ahli ilm gapirishligi mumkin. Ahli ilm deganimizda bu o'rinda mana shu ilm bobida yoshlari ulug' bo'lgan, mana shu haq shariatni o'rganib o'rgatishlikda soqollari oqalgan va shariatda butun hayotlari mana shu shariat uchun berilgan bo'lgan haqiqiy bir dindagi, islomdagi, sunnatdagi olimlar bor va mana shu olimlarni fatvosiga to'xtashligimiz kerak bo'ladi. Va bu fatvolarga to'xtab qaraladigan bo'lsak, bu Alloh subhanahu va taoloning amriga to'xtagan bo'lamiz. Alloh aytadiki: "Va idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bih wa law radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum." Alloh aytadiki, ularga birorta bir va idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi, qo'rqinch yoki amn, tinchlik tarafidan birorta bir holat kelib qoladigan bo'lsa odamlarga, ya'ni odamlarning orasiga bir hodisa nozil bo'ldi. Mana shunday bir jihod yoki mamlakat tarafidan bir fitna yoki shunga o'xshagan bir odamlar uchun bir dahshatli yoki qo'rqinchli yoki bir fitna bo'ladigan bir holatlar bo'lib qoldi. Mana shu holatlarda aza'u bihi, o'zlarini orasida tarqatib o'zlaricha har xil gaplar chiqarib, fatvolar chiqarishadi. Va mana shu kunlarda o'zini tanimagan, hali o'zini kimligini bilib bo'lmagan va shariatning asosida bir qadami sobit bo'lmagan shaxslar gapirib odamlarni adashtirishadi. Alloh aytadiki: "Va law radduhu ila ar-rasuli va ila ulil amri minhum." Ular payg'ambarga o'zlari tirik vaqtlarida va ila ulil amri minhum, o'zlarining ishlari orasidagi ish egalari, ya'ni fatvo egalari, ahli ilmlar, payg'ambarlarni ashablari va ashoblarning orqasidan yaxshilikda har bitta zamonda tavhid va sunnatda bo'lgan olimlarga ergashib ana shulardan so'rashadigan bo'lganda la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, ularning ichidan Qur'on sunnatdan istidlol va istinbot qiladigan olimlar bilishgan bo'lardi, lekin bular unaqa qilishmaydi. Ularning vojiblari shu edi. Alloh aytadiki: "Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun." Bilmasanglar ana shu zikr egalaridan, din egalaridan, ilm egalaridan so'ranglar. Va bu so'rashlik hozirgi kunda har bitta odamning orqasidan ya'ni oldidan chiqayotgan holat va har bitta odam boshiga yo'liqib qolishligi mumkin bo'lgan narsalar va bularni ya'ni umumiy holatda kim bo'lsa gapiryapti. Bu narsa to'g'ri emas. Va biz agar mana shu masalada olimlarning masalasiga so'ziga qaytadigan bo'lsak, hozirgi kundagi tavhid va sunnatda sobit bo'lgan va mana shu ya'ni payg'ambarlarning merosini ko'tarib butun ummatga yetkazib beruvchi katta olimlar bor. Va ana shularning boshida turadigan Sheyx Solih Fawzon va Sheyx Solih Haydon va Sheyx Abdul Aziz al-Sheyx va Sheyx Ubayd al-Jabiri va Sheyx Muhammad ibn Hadi va Sheyx Rabi' al-Madkhali va shunga o'xshagan qancha oqsoqol olimlar bor. Va mana shu olimlarni Qur'on, hadis va Nabiy sollallohu alayhi vasallamning qoldirgan umumiy meroslari va ashablarining manhajlariga qaragan vaqtlarimizda hozirgi Suriya ellarida bo'lib turgan kunlar va holatlar bular fitnadan boshqa hech narsa emas. Biz aytmaymiz, ya'ni olimlarning gapi bu holatda shunchaki bir hukumatlardan qo'rqishlik yoki shunga o'xshagan o'zlariga qo'rqqanligi uchun gapiryapti degan gaplarni gapiradigan bo'lsak, bu xato qilamiz. Sababi, agar biz o'ylab ko'ringlar, aql egalari, agar biz mana shunday bir ilmda va fan, shariat fanida oyoqlari mahkam bo'lgan, dinni chuqur o'rgangan, hayotlarini mana shu ilmga bag'ishlagan odamlarni agar shubha nazar bilan qaraydigan bo'lsak, ularga ishonmaydigan bo'lsak, unda ummatda kim qoldi ishonchlik? 20-25 yoshlik hali soqoliga oq tushmagan yigitlar to'g'risida yurgizamizmi fatvolarni? Yoki o'zlarini aniq asoslari bo'lmagan, din, ilm, ma'rifatni qattan olganligi va ana shu dinni asosi qaysi tariqa bilan o'rganganligi, umuman dindan o'zi asli ma'lumoti bormi, yo'qmi ekanligini bilinmaydigan shaxslarning orqasidan yurishligimiz kerak bo'ladimi? Buni hammasi faqatgina bo'hton
Shuning uchun bizdan talab etiladigan narsa Allohning amrini ado qilishlik. Fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bilmasanglar ana shu biladiganlardan so'ranglar. Ammo bu Suriya diyorlarida bo'lib turgan hodisalar to'g'risida tafsilot bilan gapirishlikka o'rniga keladigan bo'lsak, u juda uzun mavzu, uzoq mavzu, u to'g'risida to'xtab o'tilishlikka bir vaqt kerak. Lekin biz har doim duo qilishligimiz kerak bo'ladi. Ana shu diyorlardagi musulmonlar bizning birodarlarimiz, va xosatan xalq musulmon. Ana shu xalq orasida ayollar, yosh bolalar, chol qariyalar va shunga o'xshagan bizning yordamimizga muhtoj bo'lgan birodarlar juda ko'p. Qaysi holatda ana shularni yengilini, og'irini yengil qilib beradigan va ochlarini to'q qilib berishlikka va yalang'ochlariga kiyim beradigan va shunga o'xshagan yo'llarini shariatga muvofiq odamlarning omonatiga xiyonat qilmaydigan odamlarni topadigan bo'lsak, ana shular orqali yordam berishlikka harakat qilishligimiz kerak bo'ladi. Bu birinchi. Ikkinchisidan biz har bitta mo'min musulmonning qo'lidan kelishligi mumkin bo'lgan juda bir ulug' katta bir siloh, qurolimiz bor bizni. U nima? Allohga duo qilishlik. Allohga duo qilishlik. Alloh subhanahu va taolodan kecha kunduz, balki 5 vaqt namozimizda, balki har bitta sajdamizda Alloh subhanahu va taolo mana shu iymon egalarini, islom egalarini, tavhid egalari, Alloh subhanahu va taoloni iymonida bo'lgan musulmonlarni har doim o'zi qo'llab-quvvatlashligi va ularni har bitta fitnadan salomat chiqarishlari va har bitta yaxshilik bo'ladigan bo'lsa, ana shu yaxshiliklarni mana shu bandalariga berishingizni so'rab, har doim islom va tavhid va sunnatni nusrat topishligi va har doim kufr, bid'at va ma'siyatlar hammasi yerdan zaiflikka va qarorsizlikka borishliklarini so'rab qolishligimiz bu kerak bo'ladi. Har bitta mo'mindan talab qilingan narsa. Bu qisqacha mana shu masala.